rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom shunday deganlar. Esinglarda bo'lsin, shu hadisni o'zi bir muslima ayolga yetarli. Qaysidir bir ayol namozida bardavom bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsa, farzini, ya'ni badanlarini zinodan, haromdan to'ssa, erga itoat qilsa, qiyomat kuni xohlagan jannat eshigidan kir deb aytiladi dedi. Mana hadis qarang. Unga ulamolar ta'rif berib aytdilarki, itoat nima o'zi? Qachon erga itoatni biz ko'ramiz degani, er u ayoldan rozi bo'lganda. Itoatli ayoldan er rozi bo'lmay qo'ymas ekanda, itoatli ayolni hech kim yo'qotmas ekan. Yaxshi ayolga shukronalar keltirib yashar ekan. Shuning uchun esi bor ayol, agar men jannatda xohlagan eshigidan kir deb men uchun ertaga ovozlar yanglaydi degan ayollarga Allohning jannati bo'lsin va erkaklarga itoatda o'tgan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Shuning uchun mana bu hadisga muvofiq bugundan e'tiboran mana bu ukamizga itoat qilasiz. So'ramasdan eshik oxlab chiqmaysiz. Hatto so'ramasdan xonadonga mehmon chaqirmaysiz. So'ramasdan cho'ntagidagi pulidan ishlatmaysiz. So'ramasdan iqtisodga, ya'ni qadam qo'ymaysiz. Va kulli ehtiyoj bor, kamoliy ehtiyoj bor. Bugun biz ayollarimiz tushunmasdan talaq, ajrashish, janjal nimaga? Shariat tushunmaydi. Men mo'minaman deydi, umuman islomni tushunmaydi. Sizlarda faqat bitta narsa ustida haqqinglar bor, u ham ya'ni kulli ehtiyoj ustida. U nima? Yemoq talab qilasizlar, satr avrati bekitgan kiyim va sovuq issiqdan boshpana. Undan boshqa narsani talab qilishga ayolda haqqi yo'q. Kamoliy ehtiyoj degani bu baland gilamlar, abo'yli uylar, zo'r italyanskiy mebellar, svetnoy televizorlar, bular Alloh qodir qilsa keyin erkak kishini olib keladigan ishlarida. Voy palonchi qo'shni ayoli monaga yo'g'onlikda tros taqibdi, menga ham shuni olib berasan degan ayol Allohning rahmatidan yiroq bo'lgan shaytonning lashkarlari bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomdek zotli qizlari Fatima onamiz bir kun kelib, "Ya Rasululloh, dadajon, jonim sizga fido bo'lsin, kambag'allikdan qiylandi" dedi. Ali roziyallohu juda faqir odam bo'lgan. Bir kun shu iqtisod muammosidan janjal chiqib, u kishini xafa qilib qo'ydi. Rasulullohdek zot qizlarga qilgan gapini qarang. Mana bizga o'rnak bor. "Ey Fatima qizim, agar eringni yuzida tabassum paydo bo'lib, sendan rozi bo'lmay turib, taningdan joning chiqib ketsa, payg'ambarning qizi bo'lsang ham senga janoza o'qimagan bo'lasdim" dedi. Erdi roziligi shu darajada ustun. O'ylamanglar men va erdi uyda men hokim bo'lib boshqarib o'taman 50 yil, 60 yil deb o'ylamanglar. Sizlar juda xom hayolga boryapsizlar. Ertaga jamiyat sizlarga baho beradi. Xudo andachilikda u uyda kim ekan hokim deydi.